Assalomu alaykum barchangizga xayrli kunlar. Kunning birinchi tabrigi Samarqand shahar Oqsaroy restorani. Nasib bo'lsa bu yerda kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz? Adashmoqchi edim. Zuhra onamni inshaalloh tabriklaymiz. Jondan aziz yaxshi ko'radigan Zebo opa, Zarima opa, Sherzodjon aka, Zarnigor opa va albatta kelin, otamiz bor alohida, nabiralar bor alohida inshaalloh hammalari tomonidan onajonimni tabriklaymiz, xursand qilamiz albatta. Kim bilan? Siz bilan. Avvalosi Bismillahirrohmanirrohim deb yaxshi niyatda boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mana shunday fayzli, go'zal Oqsaroy bo'ldi. Qisqasida Oqsaroy bazmgohida restoranda barchangiz bilan ko'rishganimizdan baloyatda xursandmiz, shodmiz. Bugun mana shu restoranda bir yaxshi insonni tabriklash uchun keldik. Ayjonimiz, onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Zuhro onajon. Assalomu alaykum. Onam yaxshimisiz? Kayfiyatda zo'rmi? Charchamayapsizmi? Ilohim sog' bo'ling. Endi Zuhro onajonim, bugun sizni tabriklab bizga murojaat qilgan insonlar bor. O'sha insonlar kim? Farzandlaringiz. Farzandlaringiz. Kelin, hop yana kim? Yaxshilab eslang. Yana kimdir bor? Boboyim. Ana bo'lmasa. Boboyingiz to'ppa-to'g'ri albatta. Zuhro onajonimiz birinchilardan bo'lib albatta umr yo'ldoshingiz Shermamat otam boshchiligida albatta mehribon bo'lgan farzandlar Zebo opamiz, Zarima opamiz, Sherzodjon akamiz, Zarnigor qizingiz va albatta keliningiz sog' bo'lsinlar. Barcha nabiralaringiz nomidan, xona qarindoshlar nomidan sizni bugungi ayyom bilan chin dildan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Endi Zuhro onajonim, men sizni farzandlaringiz bilan gaplashdim. Haqiqatda 4 ta bolani katta qilgan ona sifatida sizni juda yaxshi ona deydilar. Farzandlaringiz bilan gaplashganimda farzandlaringiz aytdilarki, hozir kirsangiz ayjonimizga ayting, yaxshi ko'rishimizni ayting, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Hech ham endi Allohning ishi kasal bo'lmasinlar. Har doim baxtimizga sog' salomat yurib, o'ynab kulib, shunaqa tug'ilgan kunlarni yana kim nishtalarni o'tkarish ilohim nasib qilsin. Mana ayajonim, dadajonim bilan mana shu kunga yetishida o'zi bo'lmagan. Qiyinchilik bo'lgan, biz uyalmaymiz. To'g'risi. Ota-onam qiyinchilik bo'lgan. Qiyinchilik bilan joni kelgan bizlarni katta qilganlar.
payti kelsa yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib, bolam deya bolasini o'ylab kerak bo'lsa, bedor kechalar bilan bizlarni katta qilganlar. Uxlamagan kunlari, tunlari qancha? Ayam zo'r inson, dadam zo'r inson. Ularni boriga shukr. Biz shunaqa insonlarni farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun Allohga shukr qilamiz. Chunki bizani har qanaqasiga, har taraflama ota-onam mukammal inson qilib bizani o'stirdilar. Qiyinchiligini ham ko'rdik, yaxshi kunlarni ham ko'rdik. Allohga shukr, hozir hammasi yaxshi. Biz xohlaymizki, yaxshi kunlarimizda ota-onam yonimizda bo'lishini xohlaymiz. Chunki ular arziydi. Ayajon, siz biz uchun bu dunyodagi eng bir kerakli insonimiz siz ayajonim, to'g'risi. Biz mana shu kunimizga qadar nimaiki bo'lsa siz bilan ko'rdikda, biz yaxshi kunimizni siz bilan bir nima bo'lsa sizga telefon qildik. Yomon kunimizda ham eng birinchi siz yonimizda turdingiz. Ertaga sizga bir nima bo'lsa-da, biz keyingi hayotimizni sizsiz tasavvur qilishga qo'rqamiz. Kim yonimizda turadi? Kim yonimizda bo'ladi? Qiyinchilik kunlarda, yaxshi kunlarda, yaxshi kunimizda birinchi bo'lib yugurib kelib, yurakdan quvonib yig'laydigan ona bo'ladi. Yomon kunimizda ham yugurib kelib, bolamiz siqilma deydigan ona bo'ladi. Ona, siz bizga juda keraksizlar. Juda keraksiz. Ilohim sog' bo'ling. Bizani vujudingizda ko'tarib, dunyoga keltirib, uxlamagan kunlarimiz qo'lingizda ushlab bu yoqqa ko'tarib, 2ga 3ga kirganimizda ham ayajonim kundaring desak kerak bo'lsa yelkangizga opichlab bizani o'stirdingiz, ona, o'stirdingiz. Siz bizni mana shu darajaga yetkardingiz. Har taraflama yonimizda bo'ldingiz. O'lganimizda ham duo qildingiz, telefon qildingiz, uzoqda bo'lsak, har doim bolam yaxshimisan deb hol ahvolimizni tinmasdan so'ragan ham siz bo'ldingiz. Onajon, rahmat sizga. Hammasi uchun. Bizga bitta chiroyli gulimiz bor. Rahmat. Chiroyli gulimiz bor. Taqdim etsak, gullar muborak bo'lsin. Endi onajonim, sizga ikki og'iz yana chiroyli satrlarimiz bor. Agar mayli desangiz o'qib bersam maylimi? Onajonim, hech kimsaga yomonligim yo'q. Kim kimligini Xudo biladi. Hamma meni yomon desa ham, onam meni yaxshi ko'radi. Qo'rqaman soxta do'stlardan, yoningdaman deb tashlab ketadi. Bu dunyoda faqat yurakdan onam meni yaxshi ko'radi. Sal eskiroq usti bosh kiysam, do'stlarimga yoqmay qoladi. Hech vafosiz qolganimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Cho'kib qolsam chuqur qayg'uga, boshim silab dardim oladi. Duo qilib har nafasida onam meni
har doim yaxshi ko'radi. Onajon, ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta bolangizga shukr. Xuddi shunday har qanaqa vaziyatda bolasini har doim bir xil yaxshi ko'rib, yomon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, oppog'im deydigan bu onangiz bor. Onajon, sog' salomat bo'ling. Yana bir sovg'ani beramiz, tortlarimiz bor. Yaxshi niyatda o'chirib berasiz onajonim, maylimi? Yaxshi niyatlar hamrohligida tortlar o'chiramiz. Inshaalloh barcha niyatlarga yeting deymiz. Sovg'alar, tug'ilgan kunlar yana bir bor albatta muborak bo'lsin. Yaxshi kun, go'zal kun, chiroyli kunda Zuhro onajonimni yana biror kim tabriklashni xohlasa, mikrofonimizni beramiz. Kim gapiradi? Kimga so'z bering? Mana onajonim, marhamat. Hammangiz xush kelibsizlar. Mana singiljonim Zuhrojonim tug'ilgan kuniga yuzlari kirsangiz uzoq umr ko'r, balalarning huzur halovatini ko'r. Ering bilan qo'shqa qarri, ko'nglingda nima tilak istaging bor, tilak istagingga yer. Dunyodagi hamma yaxshiliklari senga tilayman. Sog' bo'lib yur, hamma vaqt. Bormi yana? Rahmat sizga onajonim, marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelganlar, hammangiz xush kelibsizlar. Mana bugun bolazim tug'ilgan kunlari ekan, 100 yoshlarga kiring, qo'shqa qaring, bola chaqangiz huzurini ko'ring. Hamma vaqt yaxshi kuningizda mana shunday davralarda o'tiraylik. Sog' bo'lish. Bunaqa yoshlaring 5-6 tasini ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Bachchalarimiz hammasi sog' bo'lsin. Musofirdagilarimiz ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammani tabriklaymiz. Rahmat onajonim, sog' bo'ling. Hop, bormi? Yana bormi? Kelin, qizlar, Marhamat. Marhamat. Xush kelibsizlar hammangiz. Otajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohiy yuzlarga kiring. Dunyodagi eng go'zal tilaklar sizga tilayman. Hamisha baxtli bo'lib yuring. Rahmat. Rahmat opa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi hozir telefondan tabriklashmoqchi. Xo'p, kim gapiradi birinchi? Kim? Qaysi birimiz gapiramiz? Assalomu alaykum. Zarnigor. Sherzod gapir.
To'xtaylik bir minut. Endi gapirsangiz bo'ladi aka, gapiring. Assalomu alaykum. Gapiring. Ovozim eshityaptimi? Ayajonim tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizlar baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Dadam bilan birga. Sizni dadam bilan birga hojata qilish bizga nasib qilsin. Xudo xolasa uni ham qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizni yaxshi ko'ramiz. Aka sizchi gapirasizmi? Hammalarga rahmat. Xizmatlaringizda rozi bo'linglar. Men ham tabriklayman. Ayajon sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mukammal bo'ladi, Xudo xohlasa. Rahmat. Bo'lmasa mikrofonimizni Zuhro onajonim o'zlariga bersak, bitta bolalariga, farzandlariga o'zlarini rahmatlarini Yurtdagi barchalarning hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, Xudoy taolo o'z panohida asrasin. Qizlarini, o'g'illarini. Nima niyat qilib hammasi niyatlari yetib yursinlar. Sog' salomat bo'lsinlar. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar gapirmaysizmi? Gapiring ikkalamiz. Xo'p, yuragimda deyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Xo'p, bo'lmasa Zuhro onajonim bilan bitta yaxshi kunda rasmga tushasizlar, fotosessiya. Bugun kunimizning yulduzi Zuhro onamdir. Albatta, qirolicha onamiz. Keyin albatta raqslar ham albatta tashkillashtiramiz. Navbat rasmga marhamat. Hey,
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa rahmat, yaxshi kunlarda ko'rishib yuribmiz. Yana ko'rishlik ilohim nasib qilsa albatta, yomon kun o'zi bo'lmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, faqat omon bo'linglar. Rahmat, 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 rahmat. Yaxshi kayfiyat tark etmasin. Rahmat.